Assalomu alaykum barchaga. Mana bizni pomidorlar 20-yanvardan o'tib ekilgan, 28-yanvargacha. Mana birinchi yarıs, ikkinchi yarıs, uchinchi yarıs, mana to'rtinchi yarıs. Mana qolganlari ham bitta, ikkita, uchinchi, to'rtinchi va mana bu beshinchi. Bular ham kelgan mana polnishda to'rtinchi yarlari. Mana bugungi sana 25-mart. Endi telefonimiz yaxshi bo'lmaganligi sababli sifatli video ololmayapman. Birinchi yarıs, ikkinchi yarıs, uchinchi yarıs, to'rtinchi yarıs. Endi bundan ham nima joylari bor? Mana birinchi yarıs, ikkinchi yarıs, uchinchi yarıs, 4. Bu endi 5-inchisi endi gulyapti. Bu eng past joylari. 4-yarısı mana. Bizda otepleniya borligi sababli 20-yanvarda ekkan narsalarimiz ko'rishingiz mumkin. Mana 1, 2, 3, 4. Xohlasa sizlarga boshqa tomonlarini ham ko'rsatay. Bular eng past joylari. Lekin mevasi ko'z tegmasin, yaxshi. O'zlaringiz baho berasizlar. Hozir men sizlarga buni tochka roz yo'qolib qolgan. Birinchi, ikkinchi, uchinchi yarısı. Mana nechta solgan bilmadim. Xudo xolasa 15 kunlarda pishib qoladi. Chinta navli sort. Mevasi yaxshi. Mana bu yerda o'yin tiplasamiz 10 sotix bo'lsa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 ta radiatorimiz bor, kaloriferli. Bu issiq havo haydaydi. Buni shu 13-martgacha yoqdim ko'mir bilan. Mana bu oxirgi tomon bo'lganligi uchun ventilyatorlar nariyoqqa qaragan, oxiri sovib ketmasligi uchun nariyoqdan bitta, bu tomondan bitta mana orqa tomonga qilganmiz. Shunday. Mana bu tomoni tiplasamiz 10 sotixdan iborat. Bizni xatoyimiz sal kechroq ekdik va mana bu birinchi gulini olib tashlashimiz kerak edi. Bu ham ushlagan, mana ko'rishingiz mumkin. Hozir kechagina tomirini bittasi so'ylagan ekan, shuni tomirini yulgani, hozir sizlarga shuni ko'rsataman. Xudo xolasa. Tepadan ko'rinishi. Pashta 170 bo'lib qolgan.
Benim boyum 1.70 bo'lsa 1.70'lar bor joylari, men o'rta qismi saldan bo'lgani uchun sal g'ovlagan. Nardan qolgan hamma tomoni bir xil deyarli. Bu esa tovuq go'ngidan achitib suv quyamiz. Buni narigi bir agatga solib chiqqanman. Mana tomir ko'rishlaringiz mumkin. Kecha yuluvdik. Shunaqa buni bir 10 santimetrlar chuqurga ekkanmiz. Shu sababli tomiri yaxshiroq bo'lgan. Endi qurib qopti. Kecha yaxshi edi, oppoq bo'lib pechkamiz ko'rsa. O'zi samatok aylanadigan qilgandik. Endi bu yil buni pastga qilganimiz uchun bu yil endi buni chuqurda olib, tepadan qilib nasosdan qiladigan qilyapmiz. Bu yil shunday qilamiz. Bu tomonda ham pomidorlar bor. Bu endi amakumlarniki. Sizlar ko'rsak, bu bizdan ham ko'ra ertachi ekishgan. Bu Adriatika degan sort. Sizlarga ko'rsataman. Yaxshi bo'lgan joyini ko'rsatadi hamma ham. Men ham shunday qilaydi, yaxshiroq joyini ko'rsatay. Bu yilgi ayblari bor endi. Kasal tushirib qo'ydi amakim. Birinchi yarisi 4tasi 1 kilo bo'ladi. Bu 5-chi, 6-chi, 7-chi, mana bu 8-chi yarisi. 25-mart kunidagi bo'layotgan holat. Bu mana уже qizarishga kelib boshlabdi. Bular ham deyarli mana. Hali lekin massiviy chiqqani yo'q. Endi pishadigan 3-4 kunda pishish arafasida. Mayli, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.